Nimaga narx-navo oshish kerak emas? Erim yo'q, kelishtirib bering, qiynalib qoldim deyapti-da. Tashqariga chiqib bivaydiga o'tirib ketyapti. Nimaga narxni oshish kerak emas? Yangi mashina chiqsa yugurib borib olasizlar-yu. 30 mingmi, 40 ming dollarmi? Ustiga kelganda 10 ming dollar qimmatli qiladi. Vaholanki, o'sha ishni sen qila olmaysan. Ustini 2-3 oylab qiladi shu 10 ming dollar uchun. Nimaga narxni oshish kerak emas? Nima? Hamma ustalar bo'tda to'g'ri kelmaganda Rossiyaga borib ishlash kerakmi, o'zini yurtida ishlamay? 3 etaj, 4 etaj uy quryapsizlar-yu. Lekin sizlarda pul yo'q. Biza narxni oshirishimiz kerak emas. Biza Matizda sizlar o'z cho'tki mashinada Li7lar deyishinglar kerak. Ha? Sizlar qimmat bo'lib ketibsizlar. Qimmat bo'ladi, mehnat bu. O'sha ishni sen qila olmaganing uchun pul to'laysan. Ya, bunaqasi ketmaydi. Xudo xolisa men yashirkan, men hayot bo'lar ekan-da.